Agarda bemor o'zi o'lishni xohlasa, unga vrach yordam berishi mumkinmi? Bu rahm shafqatmi yoki jinoyat? Bu jarayon tibbiyotda evtanaziya deyiladi. Bu holat davolab bo'lmaydigan og'ir onkologik saraton bilan kasallangan bemorlarni og'rig'ini, azobini kamaytirish uchun ularni o'lishiga yordam berish. Evtanaziya 3 xil bo'ladi. Birinchi turi aktiv evtanaziya. Bunda vrachlar bemorning tomiriga nafasni to'xtatuvchi dori yuborishadi va bemor vafot etadi. Ikkinchi turi passiv evtanaziya bo'lib, unda bemorning nafasi, yurak faoliyati apparatlarga bog'liq bo'lib, agar apparatlar o'chirilsa, bemor vafot etadi. Evtanaziyaning 3-turi physician assisted suicide bo'lib, unda bemor o'ziga o'zi nafasni to'xtatuvchi dorini yuboradi va vafot etadi. Aktiv evtanaziya barcha davlatlarda taqiqlangan, lekin passiv physician assisted suicide evtanaziya Niderlandiya, Shveysariya, Kanada kabi davlatlarda qonuniy hisoblanib, u amalga oshirilib kelinmoqda. Shifokorlar bemor hayotini saqlab qolish uchun qasamyod qilishadi, lekin azob chekayotgan, davolab bo'lmaydigan, saratonga chalingan bemorlarni nima qilishni bilmay o'ylanib qolishadi. Shuning uchun evtanaziya juda katta etik jihatdan muammo hisoblanadi. Siz bu masalaga qanday qaraysiz? O'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring.